Immunitet ko'taruvchi, erkaklar quvvatini oshiruvchi, ayollarda kista, mioma o'simtalari, homilador bo'la olmaslik, hayz sikli buzilishi, klimaks davri, hammasiga tabiiy giyohlardan tayyorlangan sekret Vostoka badimiz. Ayniqsa ayollarda kista va miomalarni so'rilib ketishini kuzatdik. Tarkibida esa helba bor. Bu tabobatda aynan o'simtali kasalliklarni davolaydi. Agar klimaks davrini kechiktirishni, muammosiz o'tishini xohlasangiz, bu aynan siz uchun. Ko'p ayollarda klimaks soch to'kilishi, asabiylik, turli xil kasalliklar bilan o'tadi. Shunaqa holatda esa bu bad zo'r natija beradi. Ayollarda hayz sikli buzilgan bo'lsa, normaga keltiradi. Aynan homiladorlik kechikayotganlarda er-xotin iste'mol qilsa, avvalo Alloh, lekin shu orqali natijaga erishsa bo'ladi. Tarkibida esa sedana yog'i bor. Sedana yog'i ming xil dardga davo deyilgan. Aynan o'zimda uxlaganda charchoq bilan turardim. Hozirgi kunda esa hammasi yaxshi.